Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana inshaalloh mana bir oy bo'ladi ertaga. Inshaalloh mana Jamshid akamdan kelayotganimga yo Allohga shukr. Ancha belim grijalari bor edi. Xo'p. Hali holatim prostatada ko'p bezovta qilardi, borib kelishim hammasi. Lekin Allohga shukr, hozirgi holatim yaxshi. Baraka topsinlar. Kerakli joyga muolaja qilyapti. Inshaalloh yaxshi bo'lib turibman. Allohga behisob shukr. Sizlarga tavsiya qilaman, shu Jamshid akamlarga kelib, bemalol qanaqadir bir momoyili bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar, o'sha momoyiliga qarab turib o'zi muolaja qiladilar chiroyli qilib. Sog' bo'linglar, bizani kuzatishni davom etinglar. Shunda yuragingiz uyqu qanaqa? Zo'r, Allohga shukr, yana uyqu darajasi bo'shim zo'r. Uxlaganimda tiniqib uxlaydigan holatga kelganman hozir. Yurak ham bezovta qilmayapti, o'z ritmida uryapti. Hozir chunki kuzatib borishim anaqasidan qo'limga bir soat taqqanman, lekin ritm bir xil chiroyli suratda. Allohga shukr. Kerakli muolaja olinglar, Jamshid akam haqiqiy tabib, ishlariga o'zlarini ustalari. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh shifoyi komilni bersin. Alloh mehribon zot. Shunga behisob, beadad shukronalar bo'lsin. Mana Alloh taolo g'oyibidan yetkazib shifoyi komil beryapti. Shu shifoni Alloh shifoyi komil shifoga aloqa etgan bo'lsin. Nimaiki maqsadlaringiz bo'ladigan bo'lsa, nimaiki dardlaringiz bo'ladigan hammasida Alloh o'zi boshqa mo'min musulmonlarga shifo bergan qatorda hammamizga shifo bersin. Sog' salomat bo'ling. اللهم إني أسألك باسمك عافية في الدنيا اللهم أسلمت نفسي فوضت أمري إليك رضيت بك ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إسلام دينا الله أكبر شفاء كامل versin sağ olun. Rahmat, sağ olun.